Endiki mavzu hürmetli vatandaş birinci sağa 2020 yıl 4. ayının 16. günü haftaga Perşembe endiki mavzumunda ciddi haber. Yani haberdar kişiler mında kaşkarlıdır. Wuhan bürosunun menbiyi Wuhan tecrübehanesidir. Mavzula haber 4. ayının 16. günü Cungo'ga nazar torbiyeti ilan kılındı haber. Bunda başladı. Amerika Fox haberleri televizyası okşaş bulmagan taraflarda ilgiligen şuurlaga asaslanğanda Cungo Partiyası virusu bazı yeni tacısıman virus depmi atılıdı. Wuhan P4 virus tatbikat işhanesi menba kılıdı. Haberdar kişiler mındak görsetti. Bu belki tarihten beriki en eğer hükümet yuşurup kiliş hareketidir. Virüs afetini en ağır halda hükümet yuşurup kiliş hareketidir. Haberdar kişiler mındak hesapladı. Bu virüs en deslepte adamdan adamga jukuş boyunca deslepte juqturup algan kişi Wuhan'da tecrübehanede hizmet kıladigan kişi. Keyin bütün Wuhan şehriga bu virüsni tarqatgan kişidir. Demek ki Wuhan'da tünce qıtın partlagandı virüs aptı bu ne? Muş tecrübehanede hizmet kıladigan adam juqturup elip çıkıp Wuhan şehriga kişilerge tarqatdı degan gap. Şunami ya? Prezident Trump'ın haftanın 3. günü, 4. ayının 15. günü Cungo virusu doğrusunda muhbirlarga fikir bayan qilib, Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Biz bu ishni barg'ansiri ko'p anglayapmiz. Ko'pchilik biz hozir bu qo'rqinchli vaziyatni tekshiryapmiz. Prezident Trump dedi ki, biz bu ishni barg'ansiri ko'p anglayapmiz. Köpçeket biz hazır bu korkmanışlı vaziyeti tekshiryapmiz. Haberde mundaq ko'rsatildi. Ma'lum hujjatda ve Wuhan virusi tadqiqot ishxonasi doktorining dastlabki xizmatlari hamda ularning yuqumli virusni cheklash xizmatlari tafsiliy tanishtirildi. Wuhan yangi yemekler bozori eng dastlabki Wuhan virusi tarqalgan joy deb qaralgan edi. Haberdar kişi Fox haberleriga mundaq dedi. Yeni yemekler bozoriga ortib qo'yish chunki Cungo doiralari tashqari dunyoning virus tadqiqot ishxonasi to'g'risidagi ayblashlarni boshqa tarafga borib o'tib, Cungo ba'zida Amerikaga, ba'zida Italiyaga borib o'tib, yuqumli virusning kelish manbai deb ayblashni maqsad qiladi. Aralıkta yuqumli virusning kelish manbai Amerika armiyasi deb Amerikaga yo'tkab, Amerikaga döngab, undan kelgach Italiyada paydo o'tirib ko'rdingizmi tutaraksizlikni? Cungo hukumati mushundaq tashviqot elib borgan edi aralıkta. Washington Post gazetining 2. kuni Washington Post gazetining 12. günü haber gazeti 12. günü haber qilib mundaq ko'rsatdi. Bundaqa basga kechirala. Washington Post gazeti haftaning 2. günü haber qilib mundaq ko'rsatdi. Seshanba günü haber qilib. 2018 yil 1. ayda Amerika Qo'shma Shtatlarining Beijing turishliq bosh elchisiga virus tadqiqot o'rnining bexatarlik masalasining yetarlik bo'lmaganligini uqtirilgan edi Cungo tarafdan. Bu chog'da Wuhan ilm-fan xodimlari shaparang tojisima virusi to'g'risida xatarli tadqiqot olib beryapti. Haberdor kishilar Fox xabarlariga mundaq dedi. Cungo sog'liq ma'lumotlarini 100% yoshirdi, sog'liq ma'lumotlarini o'zgartdi. Ölgilerini köydürüp taşladı yoki model qilib tikilgan o'lgilarni köydürüp taşladı, köydürüp o'tildi. Bulg'unishga uchragan rayonlar tozalandı. Yuqumli virus to'g'risida tayyorlangan dokladlarning mazmunlari qisqartib etildi.
ilmi makalalar tüncetildi. Yoki ilan kılınmadı, yoki onun mazmunu kıskartıp etildi. Bu yuqumluq virusning odamdan odamga yuqadiganligi to'g'risida ogohlantirgan doktorlar izdiraksiz g'oyib bo'ldi. Jungo darhol harakat qildi. Wuhandan Jungoning boshqa joylariga yo'lovchilarning safar qilishini chekladi. Lekin Wuhandan xalqaro jamiyat ko'chadigan navbatchi aeroplanlarni to'xtatmadi. Bu cümlege dikkat qılan vatandaşım, memleket içinde uyanmayan mağdağa yo'lovchilarni cheklabdi, ammo Wuhandan xalqarada har qaysi ellar uçadigan aeroplan, navbatchi aeroplanlarni uçuşni to'xtatmabdi, cheklamabdi, to'xta demabdi. Buradagi g'araz nima vatandoshlarga ayon bo'ldimi? Hozirgi dunyodagi ofat shunday yo'qdi-ku. Haberdar kişi Fox haberleriga yanımında ko'rsatdi. Dünya Sayyiat Teşkilatı başlanış bilan Jungoga yordamlashib, yuqumliq virusning haqiqiy ahvolini yo'shirdi. Ana masala bu yerda. Bu xabar pek konkret, pek to'liq oldi. Ko'rdingizmi? Pek konkret, to'liq olgan leksiyaga yo'llash vatandoshlar.